Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Diqqat qilamiz. Bugungi ichimligimiz asabni nihoyatda tinchlantirishligi bilan birgalikda kechki uyqumuzni nihoyatda yaxshi qiladi. Uyqu nimalar hisobiga yaxshi bo'ladi? Ya'ni iste'molimizdagi mahsulotlar tarkibida melatoninning ko'p bo'lishi. Hozirgi aralashmamiz tarkibi jihatidan melatonin moddasi ham ko'pligi va qator, ya'ni asab tizimimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xususiyatga ega bo'lgan mahsulotlar. Buni onkolog tanishimni tavsiyasini sizlarga olib chiqyapman. Shu ichimlikka har kuni kechqurun o'rganarkansiz, hech bo'lmasa 1 oy asablar tinch va onkologik kasalliklardan o'zingizlarni himoya qilgan bo'lasizlar. Issiqqina sut. Bizga ko'p narsa kerak emas. Issiqqina sut. Sutimiz endi iloji boricha bilasizlar, haligi mahalliy, ya'ni damashniy bo'lsin. Xo'p, qaynomas, qaynab chiqdi, issiq qaynomas. 3 ta 4 ta qalampir munchoni sovurdinglar va 1 choy qoshiq to'ldirib asal solasizlar. Aralashtirdinglar. Ana issiq paytida aralashtirdinglarmi? O'shaning oqibatida endi ichishga nihoyatda qulay holatga keladi. 1 oy iching. Kechqurun uyqungiz zo'r bo'ladi, shamollashingiz bo'lsa, uni ham oladi va shamollamagan bo'lsangiz, oldini ham oladi. Oshqozon, ichak tizimimizga nihoyatda foydali, ya'ni ichlari qotib qiynaladiganlar bor, mana ichinglar maza qilasizlar. 3 tasi, 4 tasi birdan, ya'ni 3 ta 4 ta dardni jamlab turib qarshi kurashamiz. Uyqu yaxshi bo'lsa, asab joyida bo'lsa, hammasi joyida bo'ladi. Ha, tez obuna bo'lib oling. Nima derdik? Xo'p, dilizxoringiz sifatida bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Kommentariy qoldirsangiz-ku boshim osmonga yetadi. Kaminani kuzatishda davom etinglar. Bizda har doim hammasi tabiiy va ishonchli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech. O'rtoqlar, ora-chorada bir e'tiroz o'raloq murojaatlar bo'lib turibdi. Aka, mana foyda ko'rayotganlarni ko'p videolarni tashlab yuboryapsiz. Ovozli videolar bo'lsin, boshqa bo'lsin, rahmatnomalar kelib turibdi. Negadir bizda ta'siri bo'lmadi yoki bizda kam bo'ldi. Eshitinglar javobni. Tanamiz qatidadir bir yengil og'riq beradi. Biz e'tibor qilmaymiz, o'tkazib yuboramiz. U og'riqdan bitta-ikkita bo'lib o'tib ketadi. Oradan 1 yil o'tadi, ketdi. Keyingi yilga endi og'riq sal kuchayadi yoki achish bo'ladi. U yil ham o'tib ketadi. Qarangki, o'qilamiz, orada 3 yil, 4 yil o'tadi. Kamida 3 yil o'tadi. 2 yil, 3 yil o'tadi. Va oqibatda nima bo'ladi? Kasal kuchaygandan keyin biz boramiz murojaat qilib. Aslida bir narsani unutgan bo'lamizki, biza har yiliga o'sha organizmni bergan belgisiga, ya'ni jismoniyatimizni o'sha paytda bizaga bergan belgisi o'zini tuzatib olgan. Menda buzilish holati yuzaga kelyapti. Ya'ni men yaxshi ishlamayapman. Menga bir ozgina yordam ber degan ishora bo'ladi. Biz uni har yili kechiktirar ekanmiz. Demak, har yiliga muolaja olish bo'ynimizda qarz bo'lib qolaveradi. 3 yil o'tkazib muolaja olasizmi? Demak, siz 3 marta sharoitingiz ko'tarsa oldima-ketma muolaja qilishga majbursiz. Yoki 3 yil har shu 6 oylikda yoki bo'lmasam shu holatingizga qarab turib muolaja olishga majbursiz. Siz kechiktirib kelyapsiz. Sizga 3 yil oldin ishora bergan bo'ladi jismoniyatingiz. O'rtoqlar, shuni hisobga olinglar. Kamina hijomachi nodirman, bejizga aytmayman, kelinglar. Hijoma qilib, undan keyin majunlarimni olsanglar, u kuchaytirilgan usuli bo'ladi. Ya'ni kasaldan chiqib ketishinglar osonroq bo'ladi. Men Borodor aka, yaxshimisiz? Charchamadingiz? Yaxshi dam oldingizmi? Men o'zimda allergiya, gripp, rosa ko'p kasal bo'lardi. Men shu yantog' ichyapman, shu merganda ichyapman. Manda bu yil mana gripp, allergiya hech narsa yo'qda, sog'lom yuribman. Bu yil yaxshi. Uyda Bittami xudo xolasa? Nodir Nur sog'lom hayot sari o'rtoqlar. Bizda hammasi 100% tabiiy mehr bilan xossatan tayinlanadi, xudo xolasa. Salomat bo'lasiz.